Humphreys Curtis Judson, amerikalik fizik 1898-yil 17-fevral Ogayo shtati Alliance shahrida tug'ilgan va Michigan universitetida tahsil olgan. 1928-yilda u Ann Arbourdagi Michigan universitetida eksperimental spektroskopiya sohasida nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilib, doktorlik darajasini egallagan. U 1940-yilda AQSh harbiy dengiz kuchlarining radiometriya bo'limi boshlig'i bo'lgan. U vodorod atomining Humphrey seriyasi kashf etgani bilan mashhur. Humphrey Janetta Mae Raunga uylandi va undan 4 nafar farzandi bor edi. 1941-yilda Amerika fizika jamiyati a'zosi etib saylandi. U NBS va AQSh dengiz qurollari laboratoriyasi, Corona, Kaliforniya tajribalarini qamrab olgan spektroskopik dasturda ishtirok etgan. Uning ixtirolari radiometriya va spektrofotometriya texnikasini sezilarli darajada taraqqiy etdi. U Corona Lab dasturini infraqizilda atom to'lqin uzunligi standartini o'rnatish bilan bog'landi. Humphrey 1954-yilda Rydbergning atom spektroskopiya bo'yicha 100 yillik konferensiyasida qatnashdi. Bu o'sha paytdagi spektroskopik va atom fizikalarining eng taniqli guruhi bo'lib, taniqli Niels Bohrni o'z ichiga olgan. Olim 1986-yil 22 noyabrda Delaverda, Ogayo shtatida vafot etdi.